hamma narsalarni ketkazadi. Nima uchun birodarlar? Baxtli hayot kechirishlik uchun. Hammanglar bilgan duo bor. Eng ko'p takrorlanadigan, qayta o'qiladigan, masalan, ba'zi bir odamlar bilmasligi mumkin. Men o'ylayman, %99% odam biladi. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar degan duoni deyarli hammamiz bilamiz. Shuni ma'nosini bilasizlar, birodarlar. Robbana atina fid dunya hasana degani, ey Robbimiz bizlarga mana shu yashab turgan dunyoyimizni yaxshiligini bergin degani. Va fil oxirati hasanatan degani, Robbimiz boradigan oxiratimizga ham bizga savob amallarimizni zaxira qilib, o'sha oxiratni ham yaxshiligini bizga bergin degan. Oxirichi? Duoning oxiri qanday bo'ladi? Va qina azabannar. Ey Robbimiz bizlarni do'zaxni alangasidan, o'tidan, azobun nar degani, olov o'tidan o'zing bizni saqlagin degani. Ulamolarimiz nima sababdan mana shu duoni juda ham ko'p aytishdi desa, qarang, dunyoni hamma yaxshiligi mana shu duoning ichida jamlanib qoldi. Robbana atina fid dunya. Fid dunya degani dunyo degani. Robbimiz bizlarga mana shu dunyoning yaxshiligini ber deyapmiz. Va fil oxirati hasanatan, ey Robbimiz bizga oxiratni ham yaxshiligini bergin. Va qina azabannar degani, ey Robbimiz bizlarni do'zax azobidan saqlagin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, ad-dunya mata' va khayri mata'iha al-mar'atu soliha. Dunyo bir mato, dunyoni matolarini ichidagi eng yaxshisi erkak kishilarga tegishli mana shu joyi. Dunyodagi matolarning eng yaxshisi soliha bo'lgan ayol dedilar. Ulamolarimiz shu oyatni tafsir qilayotgan vaqtlarda aytishadiki, Robbana atina fid dunya hasanatan degani, ey Robbimiz dunyo yaxshiligini bizga bergin degandan maqsad dunyoda bizlarga soliha ayol bergin deb tafsir qilgan ulamolarimiz ham bor ekan. Birodarlar, baxt degan so'zni bir ikkita so'z bilan, bir ikkita gap bilan tushuntirib qo'yishlik o'ta qiyin masala. Lekin Alloh taolo tavfiq berganicha men hozir jamoatimizga mana shu narsani tushuntirishlikni harakat qilaman. Aytilgan javoblarning hammasi to'g'ri. Sizlar tasavvur qilinglar, mana sizlarning masjidinglar, biz birinchi marta bu joyga kelib turibmiz. Masjid yangi ekan. Yangi masjid. Bu o'tirgan joyimiz ham, gilamlarimiz ham, bino ham, hamma joylari yangi masjid. Lekin shak shubha yo'qki, bu yangi masjiddagi odamlar birortamiz payg'ambarimizning sahobalarichalik baxtli emasmiz. Ana ularni baxti o'ta ham, ya'ni mukammal darajada bo'lgan. Hatto Alloh taolo Qur'oni Karimda radhiyallohu anhum va radu anhu degan oyati karimani bir necha marta tushirdi. Sahobalarning masjidida gilam bo'lganmi, birodarlar? Masjidda gilam bo'lganmi? Yo'q. Masjidda mana bunday devorlar bo'lganmi? Yo'q, devorlar bo'lmagan. Konditsionerlar bo'lmagan, havo isib ketsa sovutib qo'yadigan, faravoylari issiqlik qilib beradigan isitgichlar, sovutgichlar. Hozir masjidlarga xolodilniklarni qo'yib, hamma sharoitni qo'yib, endi bir massaj apparati bilan bir narsa olib kelib qo'ymayapti xolos. Masjidda hamma sharoit bor. Lekin birodarlar, masjidda o'sha sahoba tobiinlar his qilgan ibodatni biz his qila olmayapmiz. Demak, baxt saodat gilamda emas. Baxt saodat mana bu aboyda, mana minib yurgan mashinada, baland dang'illama qilib odamlarni og'zi ochilib qolsin deb solingan uyda, qimmatbaho kiyimlarda, qimmatbaho taomlarda, qimmat bo'lgan odamlarni ko'zini kuydirayotgan narsalarda emas, birodarlar. Baxtni yaxshi to'g'ri tushunaylik biz. Baxt degani insonning qalbida bo'ladi avval. Qalbidan baxtli bo'lgan odam so'ngra baxtli bo'ladi. Ulamolarimiz aytadiki, dunyodan turib jannatga kirmagan odam oxiratda jannatga kira olmaydi. Dunyoda jannatga kiradi, so'ngra oxiratda jannatga kiradi. Qanday qilib dunyoda jannatga kiradi desa, inson dunyodan turib baxtli, saodatli, xotirjamlik mana bu yerda aytildi.
o'ta xotirjam, kengchilik bilan dunyoda yashaydigan bo'lsa, ana o'sha odam oxiratda ham jannatga kiradi deyapti. Qancha boylarni bu haligi nima deydi? Boylarimizga so'z emas, ularni yomonlab yoki ularni pastga urish degan so'z emas. Ammo boylarning ichida ham taqvodorlari bor, dindorlari bor, ehsongo'ylari bor, namozxonlari bor. Bunisi ma'lum. Lekin maqtanchoq bo'lgan, vaqtincha hayotda yashayotganini unutib qo'yayotgan, baxtni istab turib topolmagan boylarni aytyapman men. Ular avval mashinada deb o'ylaydi. So'ngra mana shu mashinani oladi-da, u yoqqa bu yoqqa haydab yuradi. Qarasa qimmatbaho mashina ham, arzon mashina ham mana shu yo'lda yuradigan, alohida yo'l yo'q ekan unga. Hamma yuradigan yo'lda yuradigan. Boy odamlar ham, faqir, miskin, kambag'al odamlar ham hammalariga Alloh taoloning quyoshi bir xil nur sochib turaveradi. Boylarga ham, faqir, miskinlarga ham hammalariga qish keladigan bo'lsa, hammasi sovqatadi. Yoz keladigan bo'lsa, hammasi isiydi. Kasallik keladigan bo'lsa, hammasi qiylanadi. Sog'lik, salomatlik bo'lsa, ko'pchiligi Alloh taolani esdan chiqarib qo'yadi. Sizman men havas qilayotgan ancha-muncha boylar, birodarlar qanday tushuntiramiz buni endi? Siz bilan men uyini ko'rib, joyini yoki bir narsalarni ko'rib, tilimizda shu baxtli bo'lsa kerak. Ana yashashni qara, shu odam eng zo'r hayotda yashayotgan bo'lsa kerak degan odamlarimizni qancha kamchilik dardlar bor, biz ularni bilmaymiz. Baxt degani birodarlar qalbimizda bo'ladi. Baxt deganda birinchisi, ana bitta ikkitalar chiroyli javob berdilar, iymon degan baxt. Qachonki insonda iymon bo'ladi, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan kalima bo'ladi, namoz bo'ladi, roza bo'ladi, zakot bo'ladi, haj bo'ladi, ana o'sha odam eng baxtli odam bo'lib hisoblanadi birodarlar. Biz hali ham baxtni boshqa yerdan istab yuribmiz-da. Lekin siz bilan menda savol paydo bo'ladi-da. Nimaga endi biz namoz o'qisak, namozimizda halovat yo'q? Eng to'g'risini aytaveraylik. Ochiqini aytaveraylik, to'g'rimi? Namoz o'qiyapmiz-u, ammo namozimizda halovatimiz yo'q, birodarlar. To'liq halovatimiz yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana bilasizlar, Bilal ibn Rabah, Bilal roziyallohu anhu ga aytar ekan. Arihna biha ya Bilal. Ey Bilal, siz bir azon aytsangiz, biz mazza qilib namoz o'qisak deb aytar ekan. Qarang. Arihna biha degani, ey Bilal, siz azon ayting, biz namoz o'qib mazza qilaylik deyapti. Bizda azonni, namozni vaqti keldi deb tushunyapmiz birodarlar. Azon degani faqat namozni vaqti keldi degani emas. Me'roj deb qo'yishardi oldingi bizni oqsoqollarimiz, Me'rojul mu'min deyishardi. Mo'minni Allohning yoniga ko'tarilishligi deb qo'yishardi. Namoz degani birodarlar baxt bo'ladi. Qaysi odam namozxon bo'lsa, mana shu odam baxtli. Endi bu baxtning ham darajalari bor. Qaysi odamni namozini tahorati mukammal bo'lsa, rukulari, sajdalari joyida bo'lsa, tilovat, qiroatlari hamma narsasi o'zini maqomida joyida bo'ladigan bo'lsa, buni baxti yanada yuqori bo'ladi. Qaysi odam 5 mahal namozni joyida o'qiyotgan bo'lsa, bu yanada baxtli bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Iza kana sulusul layl", tunni 3dan 1 qismi bo'ladigan bo'lsa, yunadi deyapti. Alloh taolo nido qiladi. Hal min da'in, sizlarning ichinglarda duo qiladigan bormi? Mana men duolarni ijobat qilaman. Hal min